Assalamualaikum. Uyg'ur birligiga barliq qandoshlarga, efendim hanım qizlarga, ata-bobolarimizga, illerimiz, singllarimizga degandek barlig'inglarga, yer shardagi barliq topdagi qandoshlarga murojaat qilamizki, biz Uyg'ur xalqi bugungi kunga qaraganda dünya yer sharini boshqarayotgan Birleşken Milletler Teşkilatı bugungi kunlikda onun neçesi Amerika Washington'da 77. nöbet yig'ini ochgan vaqtida Uyg'ur o yerda imzo bilan bo'ldi. Xitoy 19 imzo bilan g'alaba qozondim dedi. Birleşken Milletler Teşkilatı bu Xitoyning qarmog'idagi bir tashkilot bo'lib, yer sharida qotil adam o'ltirayotgan, tün janolarni, hayvonotlarni yeyotgan, qurt-qo'ng'iz yeyotgan kommunistik Xitoy tajovuzchilarniki ishg'olchi Xitoyga hamkorlashib, iqtisod pul orqali setilib ketgan komissarlari, Birleşken Milletler Teşkilatı'nın har qanday tarmoqdagi komissarlari setilib ketgan. Hozir mana qarasak Xitoyning bir erni, bir ayolni Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki sot qilgan, Ali sot mahkamasiga sot qilib qo'ygan. Mana Xitoyni qo'llayotganning ilgari birdan-bir asosliq Uyg'ur xalqini tang irqirg'inchilikda tang rol o'ynayotgan yer shardagi musulmon mamlakatlari, tashqi ishlar, ichki ishlar ministri, podshosi, Vatikan bütün hammasi tang rol o'ynab Uyg'ur xalqini tuyish oldida turyotdi. Bular Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki Xitoyga qarshi chiqqan komissarlarni o'z ishidan chiqarib, o'zining sekretni kambisini ekib, anjadini ekib, ularga chiqarib o'tib, ishdan o'yga qarovul qilib qo'ygan. Sening mahbatligingni komissar, Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki komissar, sening mahbatligingni qilayotgan ishlaringni hammasini men undan bilaman. Buni undan bilib ol. Agar sen Uyg'ur xalqini tang irqirg'inchilikka tang rol o'ynab, mashaq tutaman desang, 278 million Uyg'ur xalqini bugungi kunga kelganda Xitoy 9 million o'sdi, 9 million 12 million o'sdi deb yaqin falsafa setyapti. Sen boshdan javobgarchilik bersan. O'z vaqtida sen Saddam Hussein 95-yili Kotlarni ximiya quroli o'tadigan degan bilan kichik bosh orqali tekshirib kirib, bevosita Birleşken Milletler Teşkilatı'nın o'rni kirib Saddam Husseinni dag'i sevatdi. Xitoy ximiya quroli bilan Uyg'ur xalqini, Xitoy burchi bilan ximiya quroli bilan 278 million Uyg'ur xalqini kirib tugatdi. Har yangi qiynqisda yurakni, beg'irni, poshkalarni ilib chet ellik musulmon mamlakatlarga setyapti, eksport qilib. Odam jasadlarini ko'ydirib, baylarni setyapti. Qizlarimizga bosqinchilik qilyapti. 1 million lagerni ichib ketgan, 1 millionni zavodi var Xitoyda. Qulluq obyektga ishlatyapsan Uyg'ur xalqini. Ochaychilik bilan Uyg'ur xalqini 120 kun bo'ldi kirib o'ltiryapsan. Ürümçide bir Uygur Abdunur Rayın Ürümçide 150 mingdan ortiq odamni o'ltirib etgan. Qani rayonlardagi boshqa elda qanday? Yana Taklimakan cho'llarga, tarımlarga 25 yil, 30 yil begunoh Uygur xalqini kesib, zanjir bilan putur kishilar 25 yillik kishilar, 15 yillik, 5 yillik kishilar so'rab ishlab o'tirdi. Yana Xitoy ishkir o'lkalarga surgun qilib ketgan Uygurlarni kesib, tog'larni, yo'llarni yasib bizning nefret boyligimizni gumron talanqab Xitoyga o'tkazdi. Turmadagi xalqimizni turmada yetayotgan jazolarga qiyin qistaqlan, ishtiqtaltib, suvi tashlab, yo'lvasi o'rni o'tag'izib, miqqi dastib 50 40 santiga solab qo'yib, putini qo'lini kesib, isib bu yoqdan bu yoqqa o'ltiryapti. Yosh bolalarimizni, qizlarimizni, ayollarimizni, singillarimizni
Oğlab, ішкіргі өлкілерге апырып, мәбәлсіғаларға жалаптық сеп атыды. Өз әм басқыншылық атыды, қошмақ тұққан бұл. Sen мұшында қатыл бір Қытайға ямбысы отқан Бірлескен Дәл Тәшкілаты ершамны sen қандақ башқұр алайсың? Бүгінкілікті еркекпен шықып ұйғырын түгілтіші алды тұрып отқан бір коммунистік тажауыз қанғор адам күшейдіған Қытайға ямбысы отқан нұмыс қылмайдыған кәмісәрлі Бірлескен Дәл Тәшкілаты деке. Sen mi gümran bolsa әмді? Sen bütün yerşarda Uygur'un yokluğumen, tüytümen davatkan her kandığın gümran bolsan. Bizden töpümüzde bir küçük bir zat var. O bolsa Allah. Allah Teala senlerini her yanınızı ağırlıklan, her yanınızı kitsenlen. Sen bu fani dünyada mengü yaşayman deme. Allah'ın dergâhına kaytsan, o cezanı sen tatsan. Şu dünya tatsan bu cezanı. Bunu bilip koy. Birinci sözüm var. Bilip al. Uyghur halkını tang irqirqçılığa tang rol oynap tüytüp atkan Birleşken Devletler Teşkilatı komiserlerin sap Xitayning g'alchilari. Dünya yer şarda 204 devlet var. Müslüman devletleri, Taşkışlar, İşkişler Ministri, Prezidenti, Uygurlar tang irqirqçılık qilgan, Afrika devletleri tang irqirqçılıkta tang rol oynap atkan. Xitay dünya yer şarını puhra yürüyüşler yürüp bütün dünya zavut eski zavutunu kurup puhra yürüyüş kılıp bütün yer şarını Amerika'nın töpü ışkımanda oturdu. Amerika'ma hafta iqtisat Xitay'ını Xitay'da zavutları karkalları naytışacak Joe Biden'deki. Meyli Bush'un olsun, meyli Clinton'un olsun, meyli Obama'nın olsun, meyli Joe Biden'ın hantarını Joe Biden balısının olsun, her kandak prezidentiki ballarının hemmisinin zavutu var bir yerde. Bunu biliş gerek. Halk. Hakikat sen Birleşken Devletler Teşkilatı adıllıkla işleymen deseken, yine san karşılığın demokratiya devletleri var bir yerde. Senin gözün olsa bir yerde neçe milyon köz seni kütüp atadı, senin neymiş kılıp atkanlığını. Eğer Uyghur halkını 1945 yılı yantan yıkında sen berip ettin. Stalin arkalık Mavuzluğa 30 yıllık verdim. 30 yıllık verip Uyghur zeminine mişkemiçe bulan tarankıp 73 yıllığı erkekliğini çıkıp Xitay tüktü atı Mavuzluğunu tatıp Şeyh Xitay koğaçı, ahir prezident Şeyh Xitay koğaçı. Komünist Xitay. Yana bugünkülükte Komünist Xitay'ını seneki ahlap onu kuvvetleydiğen hiç kandak hakkın yok kendisiyle. Bilip al bunu. Eğer tampongluğundan tampon rol oynamaydıgan bolsan, yerçerde haman gümran bolsan. Biz bütün işlerimizde Allah Teala'ga tevekkül kılıp yölendik. Tapşırdık. Uyghur halkımızla. Otun asılı paktını saklayan Hudayım, İbrahim Aleyhisselam'ın otun asılı paktını saklayan şeytanlardan. Allah Teala saklaydı Uyghur halkını. Sen hiç kaçan Uyghur halkını tüytemezsen. Bir Allah batı tutup atkan. Eğer ki Uyghur halkını sen tüytüsenken, Uyghur halkı devlet vermezsenken, sen yerçar, hiç kaçan seninki kan tüküş tüymeydi. Ben sana da koyayım. Bunu bilip al. Birinci, ikinci bu. Üçüncü, sen Komünist Xitay'ını müşkemiş kollap tevatsan. Müşkemişe Fazilek Hindistan'dan 8 cennetçi Uyghur hücretini hiç kaçan ilan kımıdı. İlan kımından mındak ilan sürkep çıkıp etti. O Xitay'nın işti, küçüğü. Sap Xitay'nın küçükleri Birleşken Devletler Teşkilatı'na yığılıp olgan. Yer şartki Xitay'nın küçükleri. Xitay'nın iqtisadi bilen setilip ketken. Hakikat yolda mangmıgan. Hakikatni buzup mangan. Bunda komiserlerini bütün yer şartdaki 204 devlet Amerika başçılığındaki bütün hemisi tazalaş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatı'nı köpü lay olsa, sunun 5 lay olsa ahır lay. Tüm dünyada erkek kırgınçılık hiç kaçan tüymeydi. Buşlarını tazılgan diken, bütün hakikatni tarazı tampon kıldığan, hakikatni kuapta
Yerşan tinchlik bilan har qanday inson birodariga yetadi. Sen o'ylab baq, har qaysing 204 davlat dunyodagi prezidenti, tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri o'yla, sening balangni birisi o'ldirib, tashlab etib, yurgini, o'pkisini, baraklarini setib atsa, sen ishlamsa ishlanmasa. Ha? Uyg'ur xalqiniki yurak yetizini qurtib, shekini yirib, Xitoy kırıvatıdı, öldürüvatıdı. Şijango öldürdü. Neçe milyonluğun Uygur halkını öldürüp tüketti. Baylarımızı da kemerlerimizi olsa. Yana sen buna ayağı maşımını çıkıp öldürüvatıdı. Tohta erkin niyaz. Bunu kolçamakları, çeteldeki kolçamakları, casusları, çetelge oruluş olgan. Konzumumuzu mektep bitirip okup çıkan. Bütün Xitay'ın casuslık organının adamları, bütün Amerika, Avrupa ittifakı, bütün yerler çizilip ketken. Biz 68 teşkilatından töpüşüp koygan, Uygur teşkilatının sap Xitayga işletilen galçılar bu. Bular tang erkekleşik tang rol oynatıdı. Dünya Uygur kurultayı dep setip, Pan-Türkistan'ı yolga çıkıvatıdı. Pan-Türkistan degan bir milletni Xitay kurup çıkıvatıdı. Ukrayna meselesi geldi. Ukrayna meselesi o vaqtda Ukrayna halkı Avrupaga chiqib ketdi. Avrupadan endi ko'chmanlarni akib Ukraynaga tiqıvatıdı. Bizning memleketimiz Uygur memleketimi, Uygur yergimi bu shunda tiqmoqchi. Pan-Türkistanlıklarni urlashtirmoqchi. Uygur xalqini bayliq zimning töpida olganligi uchun yer sharga ipek yo'l ochgan tarixdan milodidan 228 ming yillar burungi Uygur xalqi dunyoga mangulik ipek yo'lni ichib, tinchlik bilan yer sharni gullandigan Uygur xalqi. Tarixga madaniyat ekegan, gul ekegan, har qanday nimni tadqiqot, madaniyat, axloq hamma ekegan xalq ma'u. Bugungi kunda bu xalqni yo'q qilgan hech qanday bir Xitoyning josusniki, har qanday davlatniki, Birleşken Devletler Teşkilatı'niki, mayli Uygur casus bo'lsin, yeni qini buzilgan, qalmoqdan Shuvadi Manjodan, Xitoydan bo'lgan, chet elga chiqib qo'ygan, konzumimizni maktabni bitirib chiqarib, Xitoy bugungi kunda yer sharga 5000 dan ortiq konzumimizni maktabni chevagan har bir davlatga. 150 ga yaqin anchandi kiyibisni o'rlashtirgan, viz taqmasdan turib, Xitoyning jasuslari mana shular ishlaydi. Butun Xitoyning jasuslari chet eldagi har qanday texnikni, mayli Amerikada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, o'g'lab Xitoyga yetkazib berayotgan. Yeni buzilgan Uygur tillik munofiqlar. İslam teröristleri. Haqiqiy bu teröristlar Allah Taola'niki, Qur'on kitobiniki Fatiha surasiga tushdi. Fatiha surasini o'qib, birinchi parni 35-surgacha o'qsa, o'sha munofiqlarning hammasi ahmidi ichildi o'shada. Haqiqiy islom tutugan odam bilalaydi bu kafirlarni. İslamiy kafirlar bu. Uygurni terörist ko'rsatgan, dunyoga, yer shariga Uygurni tang irqchilik qilayotgan mana munofiqlar bu. Buni bilish kerak xalqimiz. Shunga Uygur xalqimiz so'shallikni o'stirib, vatanni qo'g'dash uchun Uygur birligiga birlashaylik. Bizning ishimiz 45-yili Yalta yig'inida berib o'tgan Amerika, Rossiya, Angliya, Italiya. Mana musholarda bizniki orqib dokumentimiz bor. Ya siyosiy yo'llar oldu, ya qon tikib olamiz biz. Vatanimiz Uygur xalqi bugungi kunda 278 million Uygur xalqi bugungi kunda Xitoy 9 million o'sida to'g'itni cheklab, qo'zaqdan bol surib, irqiy qirg'inchilik qilib, tam rol o'ynab, Birleşken Devletler Teşkilatı dunyo yer sharidagi musulmon mamlakatlari, Afrika davlatlari tam rol o'ynayotgan. Vatikandan tortib. Buni tushunish kerak Uygur xalqimiz. Bugungi kunda Uygur xalqi hoşallıkni o'stirib, ishimizga sinfi dushmanlarni biz tozlamasa, bu vatan hech qachon ozod bo'lmaydi. 10-20'sining, 50'ning tashkilatdan to'p chiqqan. Buni yeb tashlash kerak. Har qanday mujohid, haqiqiy Uygur mujohid bo'ldi ekan, vatanim, yerim desaka, vatanni qiyin tikildi ekan, tashlashim kerak. Biz ishimizni tozalaqda bu vatan ozod bo'ldi.
Biz 3 qitim qurgan respublika har qanday davlatniki, xoinlarniki, o'z ishimizdan chiqqan Uyg'ur tilli xoinlarning nimada og'zlanib ketgan. Biz o'tmishni eslab turib, yog'ochni 7 qitim o'lchab, 1 qitim kesimiz. Atamızdan qurgan inqiloblarni, tarixdan tarixqa, dunyo yer sharini sorgan Atilaniki davrlarini biz asli keltiramiz. Alloh xolsa. Biz o'z davlatimizni olamiz. Uyg'ur yer zimni, Uyg'uriston'ni biz olamiz qo'limizga. Xitoy bu Saudiya Arabistondan Erondan kelgan o'z vaqtida miloddan necha ming yillar burun qulluqqa kelgan Xitoy bu. Ilgarlik bilan altın, ipak berib Uyg'ur xalqlariga mushunday qilib yerlashib olgan bizning zimmamizga. 28 o'lka bu Uyg'urniki o'lkasi. Bu Xitoyning hech qanday davlati yo'q. Xitoy madaniyatsiz qaloq bir millat bu. Hech qanday xati yo'q, hech qanday so'z yo'q. Bu Xitoy xatma tarixda Uyg'urning xati bu. Necha ming xatni Uyg'ur xalqi olimlari, professorlari o't chikarib qo'ygan. Mana shu Uyg'ur bu. Dunyoga, yer shariga madaniyat ekigan, ipak yo'lini ochgan, fan texnikani o'rgatgan Uyg'ur ma'u. Kainatga chiqqan Uyg'ur bu. Buni bilish kerak. Shunga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti odilliklar, yer sharidagi 2-4 davlat odilliklar Uyg'ur xalqining ishini haqqaniyat egilmay sunmaydi, bir taraf qilishni so'rayman men.